O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Kubogi chorak final bosqichidan o'rin olgan Manchester City Liverpool uchrashuvida asosiy tarkibda maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Uchrashuv davomida Husanov 71 marta to'p bilan muomala qildi. Himoyachi jami 58 ta uzatma amalga oshirgan bo'lib, ularning 54 tasi aniq manzilga yetib bordi. SofaScore portali o'zbekistonlik futbolchining ishonchli harakatlarini 7.4 ball bilan baholadi. Manchester City safida hat-trick qayd etgan Erling Haaland o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi, 9.5 ball. Shuningdek, penaltini bartaraf etgan va darvoza daxlsizligini saqlab qolgan James Traffordning o'yini 8.9 ballga loyiq ko'rildi. Golli uzatma qayd etgan ikki futbolchi Nico O'Reilly 8.5 ball, Ryan Cherki esa 7.7 ball oldi. Gol va assistent muallifiga aylangan Antoine Semenyoning harakatlari esa 7.5 ball bilan baholangan. Ma'lumot uchun Manchester City chorak finalda Liverpoolni mag'lub etib, yarim finalga yo'l oldi.